Mening ismim Adam. Etner padşalığının şahzadesi. O yerda sırlıq Galeskar qalası var. Bu yolvas mening eng yaxshi dostum. Mende sırlıq kuch-quvvat var. Lazım bo'lganda şemşirimni chiqirib qattiq tovlayman. Bana kuch-quvvat ata! Bu çağda yolvas, eriş yolvasıga aylanıdı. Men Hiymanga, alemdeki en kudretlik adamga aylanaman. Mening o'zgarish sirimni do'stim Shadotberi so'z sirish. Yasavul, Dinkin va Oko 3 kishili biladi. Biz birlikda razillik manbai Ilantaq qalasini kelgan alvaslar bilan kurash qilamiz. Eğer qiziqsang mush yerda birdam saqlab tur. Bir navri singlim Edvinna hozirlik keladi. Oh, mana rost yaptimanmi? Oyna. Lan tatağa, Malina acha, sizlar bilan ko'rishganimga intayin xushalman. Xush kelibsan Edvinna, qaytib kelganliging bak yaxshi bo'ldi. Asli baldiroq kelay degandim, biroq qatnashadigan ziyofatlar ko'p bo'lg'achqa, vaqtim yetmadi. Odamni unutmagansan. Rostli kichik odammi? Pah, nima degan cho'ng bo'lib ketgan. Qasam qilamanki, agar ikkimiz navri oqsimil bo'lmagan bo'lsak, u chaqda. Edvinna, men sana ordumuzning sehrgari Okorni tanishtirib qo'yay. Yaxshimisan, ha? Yaxshi. Bu ordumuzning Yasavuli, bu uning qizi, muhofizachi tarafning boshlig'i deyillar. Yaxshimisizlar? Bu yerda chakarlar bilan mungdashqim batdi. Biroq pek charchab ketdim. Nima? Chakarlar? U nimishki bizni? Meni uyga kirib qo'yamsa odam, ha? Albatta bo'ladi. Xo'sh, alilari, Yasavul. Dip emas deyla. O Dehshahning jiyan qizimiş. Men bundaq adabsiz takabbur odam zotli ko'rib baxmagan. O nimdigan umaq, chiroyli. Endi bo'ldi qil Oko. Undaq bek oshirib etma. Men rostni aytib o'taman. U nima uchun rostdan chiroyliqda? Sizni qarshi olmas Edvinna xonim. Siz bilan yuz ko'rishingizdan sog'ilib keldim. Qaltis. Bo'lib ketgan-ku. Bu qil buningga loyiq hech qanday sunnat bo'yimi etganmabdimi? Qandoqli bo'lmasin? Sana rahmat, Oko. Oko emas, Oko. Oko. Ay, ciddileşmepstek. Agar men arzimas bir kichik shaxs bo'lmagan bo'lsam, uning bir obdan sovuq tutgan bo'lsam, meni haqiqiy yaxshi ko'radi. Oko, haqiqiy do'stni setib aql bo'lmaydi. Shundaq do'stim, tetikroq bo'l. Sening haqiqiy do'stlaring oz emas. Yaxshimisizlar do'stlar? Bilmasliging mumkin Edvinna, oldingda turg'ini qahramon. Qahramon? Nima qahramon? Shundaq, bir necha yil ilgari Oko mening jinimni qutuldigan. O bir bo'ron chapqinlik yomg'ir pastidagi vaqa. Men o chaqda tex gudakdim. Shu kuni men Arish yo'li bilan birga sirtqi o'yiniga chiqqan. O'ynab, manga ordudan yiroqlab ketibdimiz. Tuyuqsiz bo'ron chiqib yomg'ir yog'di. Biz ezib bir patqoqlikka kelib qoldik. Adam, endi qanday qilamiz? G'am qilma Arish yo'lisi, biz cho'qim omon bo'lamiz. Ameliyatda biz yordamsiz qolmadik. Shu kun patqoqlikda yana bir kishimi bor ekan. Men nega qoldim? Bu trolla emas-ku.
Aslida o bo'ron kishi ishongisiz darajada qattiq chiqib, Okoni o dunyodan uchirib yerimizga kelib qo'yibdi. Qutquzinglar! Qutquzinglar! Ular tuttu. Chidab turinglar bolalarım. Aslan, kızman. Sehrlik medalim. Buyruq qilaman. Anlab tur. Siz qaramdan ko'rsat, ularga yordam qil. Mana bu ulug' Okoning yana bir yaxshi ishi. O ana shundoq jasur bo'lg'achqa biz uni o'rdimizga kelib oldik. Mana bu do'stimiz Okoning qahramonligi to'g'risidagi hikoya. Sen shu chog'dan boshlab sehringni ish qilibdikan-senda. Mening bu cho'ng medalim sehri bilan har qanday narsani tepkila oladi. Afsuski, hozir u yeningda yo'q-da. Aka! O tunigun axşamda buraya yo'q o'xshaydi. Ey, Oko atdigalik tamoqdan zodli qonmaydi-ku. Qara, karavotida yotmabdi. U patqoqlikda yo'qitib qo'ygan medalyonning qiymati 100 kerak. Seningcha, u rostli shunday qilarmi? U shunday qilishi ehtimol. Eng yaxshisi biz u yerga berishni avval uni tepib kelaylik. Sehr medalim tepasida so'g'atni paydo qilib bedivini taqdim qilatdim. Esimda qilishcha mush atrofda qo'ydayman. Kim? Kimsin? Osman! Bu yoqqa kel. Yüzü tikuva kalvan. Seni aşık olay talantingni hozir ishlatamiz. Qadimki beyo'sh qilish dorisi qani? Mana moyada. Men bu dori orqali mush qop-qora patqoqlikda o'lgan jin alvaslarni uyg'otib, ularning yordami bilan Etner podshohligini bo'ysundiraman. Ko'rdingmi? Yo'q bo'lmaydi. Men darhol berib ma'lum qilay. Hey, bu yerda kim bu? Etner podshohligining haromzodasi Oko. Uni o'zim bir taraf qilay. Qarong'i sehr kuch, qontingni yeb, bu kichik mal'unni bu yerga ko'chirib kel. Yaxshi, yaxshi. O mug'ambar shumtak. Qiziq. Xayol qilma. Xiyman pastda navbonni tortdi. Ha, rasmi? Biz xiymanga tayyorlagan narsani bu shumtak ko'rsib qo'yaylik. Bana qarab baq, kim keldi? Osman, kallangni ishiltib, bu ablahni bo'ysundirgin. Bo'ldi. Aslanga o'xshash yuvosh bu. Gap angla. To'g'ri. Endi o'rnida pam bilan oldigan fursat keldi. Adam kelmaydigan bo'ldi. Bu yaxshi ish. Uni orzusi yaxshi, lekin ishning nuqsonsiz bo'lishi notayin. Agar u bizning xiyma bilan aloqa qilishimizga yordam beradi, cho'ng rol o'ynagan bo'ladi. Mana kuch-quvvat taqildi! Angla,
Qar bo'ronning ko'kirgan ovozi. Anladım. Kalma. Biz ordudan kelganlarni qarshi ilish murosimi o'tkazaylik. Olg'a! Ehtiyot qil. Qara dostum, Dila bilan Yasovul kelishmas kuchirdi. Dikkat Dila, biz hujum uchirdik. Abla, ular yer tushib ketadigan bo'ldi. Dila, Yasovul! Biz bu yerda xiymat. Men sizlarning falokatga yo'liqqanliginglarni ko'rib yordam qilg'ili keldim. Halimizga mush atrofdagisiz Stratos. Men zotli tushunamadim. Bu jin alvaslar zot nereden kelgandi? Men mu bilemedim. Men şunun ishonimanki, bu cho'qim iskilit shohning qilgan ishi. To'g'ri aytding, Xiyman. Iskilit shoh! Okoni qo'yvat, agar bo'lmasa men seni. Bu kishini bezor qilgan shumtak, seni hamroyinglarga deyman. Qara, Cho'ng bir alvas kelyapti. yo'q, bir emas, 100. Biz ularni ordiga olib tushlik tomoq qilaylik. Iskilit shoh, ham xiyol qilma. Kechir, Xiyman. Sening cho'ngchiliging mo'shinchilik bo'lsin. Biz mangaylik. Dikkat, bu yerga yana birisi keldi. Qo'lingda kasbini tut. U yaramas albasti. Endi o boshqa yoqqa boramaydi. Rahmat sana Stratos. Biz endi hamrohlarimizning yoniga boraylik. Stratos, sen Dila bilan Yasovulni o'rniga yetkazib qo'ysan qandoq? Albatta bo'ladi. Yaxshi, biz iskilit shohga qo'g'lab zarbamsak bo'lmaydi. Ular xelili yiroqlab ketdi. Edivinna, Oh, Landa tağa. sen bayatı muşu yedimittin balam. Kichik apang bilan ikkimiz seningdan ansiraymiz. Kechiring tağa. Biroq, oh, sizlarning bu yerdagi narsalar bek chiroyli ekan. Bu ziyofatda ishlatilgan zinnat buyumlari. Men sana ko'z tutib qo'yay. Agar siz ko'z tutib qo'yay desangiz. Oh, nima ish bo'ldi? G'oyat bir cho'ng olvosdi. Yo'qab ketgili ko'p yil bo'lgandi. Qanday ahvoling, Randisha? Darhol taslim bo'l. Bo'lmasa mash'ilim ordangni kulga aylantirib o'tadi. Suyimligim, sen va Pikil podshohlikni qo'g'dash uchun eng yaxshisi ma'qul bo'lay. Shumtak. Çataq yo'qdi oku. Oh, hech gap yo'qda qiladi. Bu iblis iskilit shoh oxir jazosini yemay qolmaydi. Nima uchun bizni qutuldirishga odam kelmaydi? Hey, sen nimadan qo'rqsan? Sen sehrgardan oku, ha? Oh, men azaldan turmay kirib boqmoqchiman. Mening korim yo'q. Men chiqib ketaman. Sirliq sehri kuch, qalbimga quloq sol. Ko'mir shapkidan bizni chiqaraver.
kaldık. Vah, ben kalbi kıldım. Oo, ozrak mı kalıp gittim ben? Ben gittey. Toxta, var siz. Biz yeni başkalarının kutkusuşumuz gerek. Bu yedicin alvastılar bilen birle tur men desen ihtiyarım, men gittim. Oh! Ah! Stratos, iskelet şah adamları bilen ordu deyken, edivine özen verme. Oh, bu rastıda cesaretlikken erş olusu. Şundaq mıka, mən onundan qilishmayma. Qani, etlerini boysunduruşum üçün kötüreyli. Bizning etlerini boysunduruşumuz üçün deyiş gerek. Ziyafetga qatnashsaq bo'la? Ha? Yasa ol. Deyla. Ulanı tut, kalva. Ayca! Meni qo'yvat. Meni qo'yvat. Oldu da. Sənli qaldın iskilit şah, yani karşılaşmakçı mısın? Ahmaq! Sen tığı menimle ilişmakçı mı? Evvel menin çaparmenlerim bile tutuşup bakın, hayvan! Oo, alvasından da bizi kıralan. Nima, mən heç nəsini görənmədim qo. Menin sihri medalim. O çokum kırpat kalktı, yığınıp çıkkanda onun dümbüsünü çaplaşıp kalkan. Oko, toxtab dur, qaytib gel! Kalandı. Ben seni boğuştum. Senin boşa çıksan tileymen. Rol oynadı. Oko, ben onun bilen bu yerde birden hepilişip duray. Sen onu ketkizib ötüşünün amalını kıgın. Hay! Bunu çayını bitenmeyse çişlep tuğun. Yani bir ketim çişlep baksan kandak. Aga, toxtab dur. Oo, idivin nakıynam. Aga, ben senin iktidarını bildim. Her katak işini kılalaydı kense. Şundak, bırak andı ben onu bilen dostlarımı kutundurma. Nemi kılışınla bilen karım yok. Biz bu kokunuşluk çayını tezrak gideyli. Yok gelsen bulmaydı. Oylap bak, biz nurgulluğa baylık erişeleyimiz. Milyonur mu bulalayımız? Ben senin en yaxşı dostun bulup kalım ha, Aga. Yok, dostlarım doğruydu. Siz meni haqiqi yaxshi görmeysiz. Fakat bu menin sehrim idealimden karametini yaxshi görürsüz. Bundak bulmagan bolsa yaxshi bo'lardi. Oko, sen rastlı batır ekensin. Sehir medalın bilen bizni qutqazdın. Afsuski üzenge qimmatlik bo'lgan bir narsadan mahrum qaldın. Senin qo'shgan töhpəng üçün rahmet. Bu hiç konuşamaz. Edivinna, sen mi öz qilmishingdan nomus qilishing kerak? Hiç bo'lmaganda qo'pol, adabsiz ve shaxsiyatchilik ayibingni tuzat. İdirin nakınım. Toxtab durun. Bilemem, bizning munosabatimiz ancha yaxshi emas. Biroq yanıla bunu xatir o'rinda qabul qilasiz, ha? Qandaqlı bo'lmasin, mening yaxshi gapimni qildiganlarim borkan.
Ha? Ha? Menimcha Oko so'g'at orqali do'stlikqa erishgani bo'lmaydiganligini tushunish kerak. Menimcha Oko bu saboqni menga unutmaslik kerak. Bugungi vaqa har qanday boyliqdan qimmatli bo'lgan bir narsani isbotlab berdi. U bo'lsa-mu do'stlik. Oko do'stlikni setib olg'ili bo'lmaydiganligini tunib yetdi. Boshqalar sovg'ingizni qabul qilib do'stligini izhor qilish mumkin, lekin buni hargizmi ishonchlik degili bo'lmaydi. Haqiqiy do'st sovg'atni emas, odamni yaxshi ko'radi. Shunga do'stlikni setib olish qo'ydi bo'lmang. Muhimi kishilarga samimiy, sodiq va adab axloq bilan muomala qiling. Shunda qilgandila haqiqiy do'stlikqa erisha olasiz. Xayr.